Do'zaxni oxirgi tark etgan odam olovda kuydirilib, so'ngra yonib ketgan qoraygan ko'mir toshi sifatida chiqariladi va uni do'zax eshigining oldiga qo'yiladi. U chiqqanidan keyin jahannam eshiklari muhrlanadi, yopiladi, qaytib hech qachon ochilmaydi. U yerda Alloh azza va jalla xohlagancha vaqt qolgach, uzoqdan ostida soyasi va suv bor daraxtni ko'radi. U: "Ey Robbim, meni u daraxtning oldiga olib borgin, toki uning soyasidan panoh topsam, suvdan ichsam va do'zaxdan uzoqroq bo'lib qolsam. Undan boshqa hech narsa so'ramayman", deydi. Alloh taolo: "Ey bandam, sen birinchi bo'lib mendan boshqa hech narsa so'ramasligini haqida menga va'dalar va ahdlar berasan", deb uning va'dasini oladi. "Men senga so'zim va ahdimni beraman. Sendan bundan boshqa hech narsa so'ramayman", deydi. Shunda Alloh azza va jalla farishtalarga: "Uni olib daraxtning yoniga qo'yinglar." Shunday qilib farishtalar Alloh azza va jalla ularga buyurganini qiladilar. U kishi jahannamdan uzoqroqda yotkizilib va uning yonida daraxt va suv bor edi. Daraxtning soyasidan va suvdan foydalanar edi. U yerda o'tirganlarida uzoqdan daraxtlari, lazzatlari, daryolari va nurlari bilan to'lgan jannatni ko'radi. U kishi: "Ey Robbim, men sendan meni jannatga kiritishingni so'ramayman. Aslo. Xuddi do'zax eshigining yonida bo'lganimdek, meni jannat eshigining oldiga qo'ygin." Alloh taolo farishtalarga uni eshik oldiga to'xtatishini buyurdi va endi u jannatga yetib keldi. Lekin jannatning eshiklari yopiq. U: "Robbim, jannatga faqatgina ichkaridan kirishimga ruxsat bergin. Uni ochgin. Ichkariga kirishim shart emas. Ichkariga umuman kirmayman", deydi. Alloh azza va jalla uning ustidan kuladi va: "Ey bandam, sen naqadar xiyonatkorsan. Mendan bundan boshqa hech narsa so'ramayman deb va'da bermadingmi?" deydi. "Ha Robbim, lekin men jannatga qarasam sabr qila olmayapman." Shunda Alloh azza va jalla: "Ey bandam, sen uchun jannatda bu dunyodagi eng katta podsholarning birining saltanatini bersam, rozi bo'lasanmi?" U: "Men mamnunman, men roziman", deydi. Alloh azza va jalla aytadi: "Ey bandam, agar men seni jannatga kiritsam va senga bu dunyoning 10 ta podshoning podsholigini bersam-chi, rozi bo'lasanmi?" U: "Robbim, roziman, Robbim, mamnunman", deydi. Alloh azza va jalla aytadi: "Senga dunyoni yaratilganidan to qiyomatgacha bo'lgan butun dunyoni bersam-chi, rozi bo'lasanmi?" U: "Robbim, men roziman", deydi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Senga shunga o'xshash va undan 10 barobar ko'pini beraman." Va bu esa jannatdagi eng oz darajalik odamning olgan mukofoti bo'ladi.